O'rtoqlar, man sizlarga zo'r arzon xonadon topib qo'ydim. 109 kvadrat 3 ta xona ekan va narxini $600 kvadratiga hisoblayaptilar. Remontlari tayyor, kirib yashasangiz bo'ladi. Mebel texnikangizni olib kelib, biz qayerda turibmiz? Sokin makon turar joy majmuasi Yangi Hayot tumanidagi shundoqqina orqasida Qamoqxona ko'chasi deyshadi. O'sha ko'chadan shunday kirib keldik. 5 etажkali domni 5-qavatida 109 kvadrat metrli 3 ta xona, keng xonalari bor. Ichkariga kirib batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Ungacha siz obuna bo'ling va videoni yaqinlaringizga tez jo'natib qo'ying. Ketdik, shotdan ko'tarilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'rtoqlar, chiqib oldik. O'zi 3 ta xonadon bor. 5-qavatdamiz. 109 kvadratli ushbu xonadonga kirdik. Bu koridormi yoki xollmi? Nima deymiz bu yerda? Kommentariyada yozib olinglar, chunki juda ham keng ekan. Bu tarafda oshxonasi joylashgan, kotellar o'rnatilgan, mebel texnikani olib kelib bemalol yashasanglar bo'ladi. Bu yerda o'zini balkoniga ega. Mana shunda balkondan chiqib qarasangiz, Sokin makon, Yangi Hayot tumanidagi Sokin makon turar joy majmuasini orqasida turibmiz, lekin bu Zangata 2027-yil bu yerda ham Yangi Hayot tumaniga qo'shiladi degan fikrni aytishyapti uy egalari. Xo'p. Bu yerda yana bitta xonasi bor. Mana kengina mehmonxona qilsangiz bo'ladi buni. Bu tarafi bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bemalol eshiklari, hamma narsasi qo'yilgan, batareykalari qo'yilgan, uy sistemalariga ulangan. Bu yerda kattalar yotoqxonasi qilsangiz, bu yerda mana hojatxonasi va razdelniy sanuzellariga ega. Uyi narxi $65,400 so'rashyapti. $600 kvadratini 109 kvadrat va yana kelishtirib berishadi. Ushbu pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz, xonadon egalari javob berishadi. Sizga ham uy joy sotish kerak bo'lsa, tepada nomer 97 kodi bilan 422 27 75 mustaqilligimizni 35 yilligi munosabati bilan atigi 1 million so'mga uy joyingizni reklama qilib, Boshpana TV YouTube, Telegram, Instagram sahifalarimizda obzor qilib sotilishga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.